Assalomu alaykum. Biz yana Britaniyadamiz. Britaniya Shotlandiyasida mavsumiy ish bilan tashqi mehnat migratsiyasini Forbes orqali kelganmiz. 2026-yil 10-martda 20 bugun 19-aprel 2026-yil. Mana shunaqa konteynerlarda katta korobka desak bo'ladimi? Panerdan o'simliklar, gullar shunda kelar ekan. Menimcha urug'lantirgandan boshlab shu kichkina mana shunaqa joy holatda har xil sortli bo'lar ekan. Biz shunga gullarga suv quyib chiqish jarayoni karam terimdan vaqt qolgan edi. Taxminan 6 soat 45 minut, 7 soat 15 minut shunchalar bo'lyapti soatimiz ishlaganimiz. Karam, gulkaram, kartoshka, ularni parvarishi, bularda yana qo'y, mol, tovuqlari ham bor. Shunaqa holatda. Suv quyib jarayoni, suv quyib bo'lib, yana joylab yuboramiz. Bularni keyin ekish jarayonida shunda olib, tepa ekadigan apparatiga qo'yib, traktorlarda dala tarafga teskari o'tirib olib, traktor haydab ketaveradi, apparatga tashab ekilib ketaverar ekan. Xuddi shunaqa mana shunankada suv quyib chiqamiz. Bo'ktirib, abilni yaxshilab sekin qo'yiladi. Mana mashinalardan olib biz keyin shetga yana joylaymiz. Har bitta qatori alohida deb maslahat berishdi. Shu sortmi, nomimi, kimdir bilsa, shunaqa bo'lar ekan. Xullas, mana biz shunga suv quyamiz, hozir quyilmagan. Quyilgan holati hozir ko'ramiz. Har bitta qatorda buni orqasida ham yana bittadan bor. Ikkitadan 16 ta. 16-32. Yog'i yana o'sha 16 ta. Xullas shunaqa. Mana shu ikkita bo'ladi. Suv quyilib bo'lgani mana bunaqa. Ichiga tegigacha shu suv bo'lsin deyildi, yaxshilab. Shunaqa ishlar hozircha. Mana mashinaqani haydab yurganlar ham bor. O'rganib kelsalar yana ham yaxshi bo'ladi. Shu qiziqqanlar Telegram kanal ham bor. Telegram kanal katta harflar bilan lotinchada Yevropaga qator tashab qadam. Kirsanglar, qadalganda bosib o'tgan yo'lim, nima savol, qancha xarajat, qanaqa, nima keldim, nima savollar, qachon qaysi sanada nima bo'ldi, o'sha hammasi yozilgan. Mana shunaqalarda mana kartochkani ortib biz saralanadi, ortib beriladi, mana olib ketiladi. Shu. Mana ortilyapti, karam ichkarida saralanyapti. Tezroq olishga harakat qilmang, endi gap deb qolmasin deb shu vaqtda ish jarayonida. Hozir ozgina vaqt bo'lganda mashinaga joylar ham qilib qo'yilgan, qulayliklar. Sizlarni tarafingizda ham shunaqada o'rnatilganmi, bormi? Ko'chada uzoq yo'lda yurilganda mana shunaqa nomerlar bo'ladi. Oq, orqasida sariq nomer ekan. Salomat bo'lishga majbursizlar. Ko'rganda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan Britaniyada, Shotlandiyada ko'rishganda ko'rishguncha deb qolamiz. Like bosib esdan chiqmasin. Dislike bilan adashtirmagan holda Otabek Mahkamov salom yo'llab qo'yamiz. Sog' bo'lasizlar.